Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qaynamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Nurgun dövlətlər Xitayning chet eldəki saqçı punktlarini təkşürüşə başladı. Köplügən dövlətlər Xitayning chet eldə təsis qılğan atalmış saqçı punktlarini təkşürüşə başlagan bolsa-mı, biroq Xitoy rejimi izchil holda chet el saqchi punktlarining borligini rad qilmoqda. Amerika ovozining 28 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, nurg'un davlat hukumatlari o'z chegarasi ichida ta'sis qilingan Xitoyning maxfiy chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, buningdan ilgari Ispaniyaning Madridda faoliyat qilayotgan kishilik huquq tashkiloti qo'g'dug'uchi muhofazachilar nomli tashkilot bir yurish tekshirish dokumenti orqali dunyodagi har qaysi davlatlarni Xitoyning chet elda ta'sis qilgan maxfiy chet el saqchi punktlarining harakatidan ehtiyot qilishga chaqirgan edi. 22 dekabr Yaponiya Xitoyning Yaponiya tuprog'ida maxfiy chet el saqchi punktlari to'g'risidagi uchurlarni tekshirishga boshlaganligini e'lon qilgan. 20 dekabr Koreya hukumati Xitoyning maxfiy chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlaganligini e'lon qilgan. Buningdan ilgari Yevropa va Shimoliy Amerikadagi bir qism davlatlar Xitoyning maxfiy chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlaganligini bildirgan edi. Qo'g'dug'uchi muhofazachilar bu yil 9-oyda e'lon qilgan dokumentda Xitoyning maxfiy chet el saqchi punktlari to'rining borligini oshkorlagan bo'lib, dokumentda oshkorlashicha 110 Xitoydagi saqchiga ma'lum qilish nomeri bo'lg'achqa, mazkur mulozimat punktlari chet eldagi 110 deb atiladi ekan. Dokumentda Xitoyning chet ellarda 10 necha davlat va 5 qit'ada kam deganda 54 o'rinda chet el saqchi punktlarini qurganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, qo'g'dug'uchi muhofazachilar tashkiloti Xitoyning chet ellarda qonunsiz ta'sis qilgan atalmish chet el saqchi mulozimat markazlari yoki chet el saqchi punktlari to'g'risida dokument e'lon qilgandan keyin bir necha davlat harakatga o'tgan. Xitoy sanoat shirkatlarining foyda nisbati zo'r darajada tuvanladi. Xitoy statistika idorasi 27 dekabr e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, Xitoydagi yuqumning oldini olish siyosati bu yil sanoat shirkatlari foyda nisbatining og'ir darajada tuvanlab ketish ahvolini keltirib chiqargan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy statistika idorasining sonliq ma'lumotida bu yil 1-oydan 11-oygacha Xitoy sanoat korxonalarining umumiy foydasi 7 trillion 717 milliard yuandan oshgan bo'lib, o'xshash mazgildagiga qaraganda 3.6% tuvanlagan. Ish sur'ati bu yilgi eng tuvan chekka tushgan bo'lib, 1-oydan 10-oygacha yillik ish nisbati 3% tushib ketgan. Bildirilishicha, 41 cho'ng sanoat kasbi ichida 1-oydan 11-oygacha bo'lgan oraliqda 21 kasbning umumiy foydasi bulturqi o'xshash mazgildagiga solishtirganda tuvanlagan. Qora metal tavlash zanjiri va aylanma pishiqlab ishlash sanoati 94.5% tuvanlagan. Undan boshqa 20 dan ortiq korxonaning umumiy foydasi oshgan bo'lib, buning ichida elektr energiyasi, issiqlik ishlab chiqarish va ta'minlash sanoatining foydasi 47.2% oshgan. Xitoy statistika idorasi sanoat bo'limining yuqori darajalik statistika xodimlarining aytishicha, yuqumning qayta qo'zg'alishi va ehtiyojni qamdashning yetarli bo'lmasligining ta'siriga uchraganlik sababidan Xitoy sanoat ishlab chiqarish ahvoli ostilab, shirkatlarning savdo besimi bargancha oshgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 1-oydan 11-oygacha xususiy korxonalarning foydasining oshish nisbati 7.9% tuvanlab, oldingi 10 oydagiga solishtirganda 8.1% tuvanlagan. Xususiy korxonalarning Xitoyga bo'lgan ishonchisi 2013-yili 1-oydan buyongi eng tuvan chekka tushib qolgan. Navbatda Xitoyda virus bilan yuqumlanuvchilar sonining shiddat bilan eshishi Xitoy iqtisodiy harakatlariga yana bir qatim zarb bergan. Har qaysi davlatlar Xitoylar uchun sinoq va karantin qilish tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Xitoy rejimi 2023-yili 1-oyning 8-kuni chegarasini qaytadan ochishga tayyorlik qilayotgan bir paytda Xitoyda shiddat bilan ko'payayotgan Xitoy virus sababidan Italiya, Yaponiya, Malayziya, Tayvan va Hindiston qatorliq nurg'un davlatlar Xitoydan kelgan yo'lovchilarga sinoq va karantin qilish tadbirini yo'lga qo'ydi. 24 noyabrda Urumchida yuz bergan o't fojiasidan keyin butun Xitoy miqyosida elib berilgan namoyishdan keyin Xitoyda 2020-yilning 5-dan boshlab yo'lga qo'yilgan nol yuqum siyosatining amaldan qoldirilishi bilan avjiga chiqqan yuqum ahvoliga qaramasdan
Xitoy rejimi 2023-yili 1-oyning 8-kuni chegarasini qaytadan ochadiganligini, Xitoyga kelgan sayohatchilarni karantin qilmaydiganligini va Xitoy fuqarolarining pasport iltimos qilish ishlarining davomlashadiganligini bildirgan edi. Mushundaq bir paytda Italiya, Yaponiya, Malayziya, Tayvan va Hindistonni o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar Xitoydan kelgan yo'lovchilarga sinoq va turli cheklamalarni yo'l qo'ydi. Italiya Xitoydan kelgan barliq yo'lovchilarga majburiy Xitoy virusi siniqining qo'llanilganligini bildirdi. Italiya Sahiyya ministri Orazio Schillaci buning virusning har qanday yangi nusxasini nazorat qilish va farqlantirish, shundaqla Italiya nüfusini qo'g'dash uchun zarur ekanligini aytdi. Yaponiya Xitoyga uchadigan va Xitoydan keladigan aeroplan safarlarining sonini azaytishni qaror qilish bilan birga, juma kunidan boshlab Xitoydan kelgan barliq yo'lovchilar va Xitoyni yaqinqi 7 kun ichida ziyorat qilganlardan cho'qim virus tekshirishi talab qilinganligini, natijasi musbat chiqqanlarning kasallik alomatlari bo'lsa 7 kun, kasallik alomati bo'lmasa 5 kun karantin qilinganligini e'lon qildi. Hindistonda o'xshashli Xitoydan kelgan yo'lovchilarning sayohatdan ilgari tekshirish natijasi talab qilinganligi, kasallik alomatlari yoki musbat tekshirilgan yo'lovchilarning karantin qilinganligini e'lon qildi. Tayvan 1-yanvardan 31-yanvargacha Xitoydan havo yoki dengiz orqali kelgan yo'lovchilarni sinoq qilishni majburiy yo'l qo'ydiganligini, natijasi musbat chiqqanlarning yolg'iz karantin qilinganligini e'lon qildi. Malayziya bo'lsa Xitoydan kelgan sayohatchilarga qo'shimcha nazorat qilish va kuzatish tadbirlarini yo'l qo'ydi. Amerika Xitoy cho'ng quruqligidan kelgan barliq sayohatchilarga Xitoy virusi siniqi talab qiladiganligini e'lon qildi. Amerikaning bir yuqori darajalik sahiya amaldori Xitoy virusining Xitoyda tarqalishining tez sur'atda eshishi yangi nusxalarning paydo bo'lish ehtimolligini oshirdi dedi. Bu ahvollarga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bayonot e'lon qilib, G'arb davlatlari va taratqular Xitoy vaziyatini mubolag'alashtirdi va Xitoyning yuqum siyosatini burmiladi deb aybladi. Va yillardan buyon hech qanday tibbiy axloq yuqumni cheklash mantiqasiga uyg'un bo'lmagan siyosatlarni ko'rmasga solgan asosda numussizlarcha ifoda bildirib, barliq davlatlarning yuqum siyosatining ilm-fanni asos qilgan tariqada bo'lishi kerakligini bildirib, yuqum siyosatining savdoga ta'sir ko'rsatmasligi, chegara hal qilgan sayohatga kafolatlik qilish uchun o'rtaq tirishib, muqimlikni saqlashi kerak deb qaraydiganligini, yer shari ta'minlash zanjiri iqtisodning asliga kelishi va ishini qo'llaydiganligini bildirib bildirdi. Navbatda mutaxassislar Xitoydagi vaziyatning ig'irligini, yuqum sonini e'lon qilishni cheklagan Xitoyda kundalik yuqumlanuvchi sonining taxminan 2 million deb hisoblanganligini bildirishmoqda. Xitoy navbatda yuqumning sonliq ma'lumotlarini o'rtoqlashmasimi, jasad ko'ydirish o'rinlari va doktorxonalarning jiddiy qutqizish organlaridagi binormal zichlikning eshishi, yana nurg'un sestra va doktorlarning yuqumlanganligi bayon qilinmoqda. Amerika Sog'lomlik o'lcham va baholash tadqiqot o'rni IHME'ning sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2023-yili Xitoyda 1 million odam Xitoy virusi sababidan o'lib ketdi ekan. 1 milliard 400 million nüfusluq dunyodagi nüfusi eng ko'p davlatda mo'ljallanishcha 60% aholi yuqumlandi ekan. Bundaq bo'lganda Xitoydagi yangi to'lqinning virusning yangi variantlarini keltirib chiqarishidan andisha qilinmoqda. Analizlarda Xitoyning yangi yilni tabriklash usuli boshqa millatlarga o'xshab ketmaydi. Bu mezgilda millionlagan kishilar yurtiga qaytadi yoki davlat ichi yoki xalqaro dam olishga chiqadi. Xitoy virusini tekshirishni amaldan qoldirgan Xitoy rejimi chet elliklarga viza va o'z fuqarolariga pasport tarqatishni boshlaydiganligini e'lon qildi. Bu xatarlik ahvol bo'lib, buningga qarata har qaysi davlatlar Xitoyga qarshi yangi tadbirlarni e'lon qilmoqda deyilmoqda. Xitoydan Italiyaga kelgan yo'lovchilarning yarmida Xitoy virusi bayqaldi. Xitoy virusi 2019-yilning oxirgi haftasida Wuhanda paydo bo'lgandan keyin dunyoviy yuqumga aylanib, 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon 6 milliondan ortiq odamning o'lishiga sabab bo'ldi va hali ham millionlagan kishilarni yuqumlantirmoqda. So'zchi to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Italiyadan kishini cho'chitadigan bayonot kelgan bo'lib, Xitoyning chegaralarni echishi bilan tangla Xitoy sayohatchilar nurg'un davlatlarga dam olishga chiqishga boshlaganligini, Italiyaning Xitoy yo'lovchilarga qarata olgan qarorining orqasidagi sababning Xitoydan Italiyaga kelgan aeroplandagi yo'lovchilarning yarmidagida kishining Xitoy virusi tekshirish siniqining musbat chiqqanligi, Shanxay va Beijingdan kelgan 2 aeroplandagi 50% yo'lovchining tekshirishining musbat chiqqanligi bildirildi. Lombardiya rayonining sahiya mas'uli 26 dekabr Xitoydan Milanga yetib kelgan aeroplanda
92 yo'lovchining 35ning Xitoy virusi siniqining musbat chiqqanligini, ikkinchi aeroplandagi 120 yo'lovchining 62sining musbat ekanligini bildirdi. İtaliya Səhiyyə Ministri Orazio Schillaci yangi qaror İtaliya xalqini virusning yangi variantlaridan qo'g'dash va virusni nazorat qilish uchun chiqarildi dedi. Bu vaqadan keyin har qaysi davlatlar Xitoydan kelgan yo'lovchilarning Xitoydan cheklimasiz chegaradan chiqishining yangi yuqum ahvolini keltirib chiqaradiganligi haqida ogohlantirib, har xil tadbirlarni yo'lga qo'yishga boshlamoqda. 3 davlat rahbarlari Moskvada ko'rishdi. Türkiye, Rossiya, Suriya davlat mudofaa ministrlari va istixborot idorasi boshliqlari Rossiya poytaxti Moskvada ko'rishdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye davlat mudofaa ministri Hulusi Akar va Türkiye istixborot idorasi boshlig'i Hakan Fidan Moskvaga yetib bordi. Hulusi Akar bilan Hakan Fidan Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu, Suriya davlat mudofaa ministri Ali Mahmud Abbas va ikki davlatning istixborot idoralarining boshliqlari bilan ko'rishdi. Türkiye Devlet Müdafiə Ministerliğinin bayonotiga asoslanganda yig'inda Suriya krizisi, musafirlar masalasi va Suriya zaminlarida turayotgan barliq terrorlik tashkilotlarga qarshi o'rtaq kurash masalasi muzokara qilingan. Ijobiy muhitda o'tkazilgan yig'in natijasida Suriyada va butkul rayonda muqimlikning o'rnatilishi uchun uch taraf uchrashuvlarni davomlashtirish to'g'risida fikr birligi hosil qilingan. Türkiye Devlet Müdafiə Ministri Hulusi Akar Türkiye'ga qaytish safaridan ilgari yig'in to'g'risida bayonot e'lon qilib, Suriya va rayondagi vaziyatning baldurroq ijobiy yo'nalishda taraqqiy qilishi, sulh, tinchlik va muqimlikning amalga oshishi uchun nimalarni qila oladiganliklari to'g'risida fikr almashtirilganligini bildirdi. U Turkiyaning bu to'g'ridagi qarashlarini yig'inda o'tirg'i qo'yganligini, boshqa taraflarning qarashlariga quloq solganliklarini eskartib, biz yig'inda o'tirg'i qo'ygan eng muhim masalalarning biri terrorlikqa qarshi kurash bo'ldi. Suriya va Iroqni asos qilgan holda barliq qo'shnilarimizning zamin butunligiga, egilik huquqiga hurmat qildiganligimizni, tub maqsadimizning terrorlikqa qarshi kurash ekanligini va boshqa maqsadimizning yo'qligini ta'kidladik. Suriya uchunmi tahdid paydo qilgan PKK, YPG, Daeshga o'xshash terrorlik tashkiloti a'zolarini bartaraf qilishni maqsad qilganligimizni bildirdik. Davlatimizning, xalqimizning va chegaralarimizning bexatarligini kapolatga ega qilish uchun tirishayotganligimizni aytdik. Bulardan boshqa qilayotgan xizmatlarimiz doirasida Suriyadan Turkiyaga texmi ko'p ko'chning bo'lmasligi uchun tirishayotganligimizni o'tirg'i qo'ydik. Suriya masalasining BDT Xavfsizlik kengashi 2254-nomerli qarori ramkasida barliq taraflarni o'z ichiga oladigan va bir butun shaklda hal qilinishi kerakligini ta'kidladik. Bu ma'nodan aytganda, oldimizdagi kunlarda qilinadigan xizmatlarni rayonda va Suriyada tinchlik hamda muqimlikqa tutishadigan yo'lda muhim hassalarni qo'sha oladi deb o'ylaymiz dedi. Yaponiya Yonaguni oralig'i boshqariladigan bomba o'rinlashtirishni qaror qildi. Yaponiya hukumati Tayvanga 110 kilometr keladigan Yonaguni oralig'iga quruqlikdan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba o'rinlashtirdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yaponiya Xitoyning rayondagi kunsiri kuchayotgan ta'siri va Shimoliy Koreyaning tahdid xarakterlik boshqariladigan bomba faoliyatlarini nazarda tutib, davlat mudofaasini kuchaytirishga tayyorlik qilmoqda. Yaponiya Davlat Mudofaa vazorati bayonotchisi Aoki Takeshi davlatining cho'ng quruqlikdan yiroq orollarni qo'g'dash uchun harbiy iqtidorini kuchaytirganligini aytdi. Aoki Takeshi Tayvanga 110 kilometr keladigan Yonaguni oralig'iga quruqlikdan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bombalarning o'rinlashtirilganligini uqtirdi. Yaponiya taratqullari Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi kuchayotgan ta'siri sababidan Yaponiyaning bu oralig'i boshqariladigan bomba o'rinlashtirish yo'lini tanlaganligini ilgari surdi. Yapon cho'ng quruqligining eng g'arbiy janubiy chetidagi ma'muriy rayoni bo'lgan Yonaguni Nansei oroli deb ataladigan taqim orollarining g'arbiga joylashgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.